Mana shundan yo'lga tushmoqchimiz. Hozir bir ozgina darsim bordi, shundan darsni berib yo'lga tushmoqchi bo'lib o'tiribmiz. Shogirdlarimiz bilan. Mana shundan dars. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana bizlar ham hozir o'sha bloger kelaman deydi bloger aka. Biz chaqirishgan o'shanga ketyapmiz hozir O'zbekiston tarafga. Mana yo'ldamiz, O'zbekiston tomoniga boryapmiz. Inshaalloh obuna bo'lib, bizni ham qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Mana Amudaryo. Hamma kutyapti-da. Inshaalloh sog'omonchilik bilan boraylik. Tinch, sokin, osmon musaffo yurt do'stligi ayrilmasin inshaalloh. Osmonimiz musaffo. Mana do'stlar, hozir Taza bozora, yangi bozora keldik. Afg'oniston O'zbekiston mushtarak bozori. Mana do'stlar geldik mushtarak bozora. Do'stlar, bizlar kutib o'tiribmiz. O'sha bloger aka mana kelyapti ekan. Hozir o'shanga qarab o'tiribmiz. Shu yerdan keladi. Mana shu yo'ldan. Yerden kelaman deb nima qildi, hali kelganicha yo'q. Qarab o'tiribmiz. Qarab o'tiribmiz. Mashinali kelaman deb hali kelganicha yo'q. Şu mashina ile o'tib ketdi. Ana shu mashina. O'zbekiston bayrog'i ham bor ekan do'stlar. Qani ko'raylik qani. Shu yerdan aylanib kelsa kerak edi. Hayajonli daqiqalar do'stlar.
Mana do'stlar, Gul Muhammad akamiz katta bloger, O'zbekistonlik katta bloger bilan uchrashmoqchi. Mana Sharq ko'zi degan kanalni boshlig'i. Yaxshimisiz? Bormisiz? Charchamasdan. Sizni ko'rib Mana mana do'stlar. nasib qilgan ekan. Sharq ko'zi. Bizda bir odat bor. Bitta odat bor. Biz endi ne ko'tarib ham qo'yamiz. Bloger akamiz. Yaxshimisiz? Charchamasdan sizlar bilan yo'llarni charchamay keldik. Mana siz bilan ko'rishgani keldik. 12 soat yo'l bosib keldik Toshkentdan. Alloh rozi bo'lsin. Nima deydi? Mana Sharq ko'zi Murodjon aka. Afg'on ochilguncha sizni nima deydi? Ko'rsatuvlaringizni ko'rib borardik. Keyin mana o'zimiz nasib qildi, bordik. Faqat siz bilan ko'risha olmadik. Men sizni kuzatib turdim, ko'p yozdim lekin. Aha. Javob beradi deb nima qilib o'tirdim? Javob berdingiz ham lekin. Ya javob berishga berdik. Bizda kibr yo'q. Endi bizda nima deydi? Reja bilan bir joyda oldingmi, vaqtingiz aylanamiz onaqasidan. Lekin mana qarang. Ko'rdim men birma-bir qoldirmay ko'rdim videolaringizni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Afg'oniston haqida ko'p bir yaxshi joylarga bordingiz, odamlarni samimiyligini ko'rsatdingiz. Juda ham xursand bo'ldim. Alloh Alloh. Juda ham xursand bo'ldim. Ko'p sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi mana qarang biz nima deydi? Toshkentdan 12 soat yo'l bosib keldik. Birinchi marta bu yoqqa kelishimiz. Siz bu yoqqa o'zi har kuni kelasiz. Har kuni kelaman-da, har kuni bo'lmasa haftada kelib turamiz. Har kuni haftada kelib turasiz. Bizda endi hozir kichik muammo bor. O'zimiz o'zbekistonlik bo'la turib bizga hozir tasvir olishga ruxsat berishmayapti. Rahbariyatga uchrashishimiz kerak ekan. Bizda onaqasi bilan. Siz bizni boshlab borsangiz shu rahbariyatga oldik aka. Biz siz kutib Ha, kutibsizlar? Bizga endi hayron bo'ldik, tasvirga olish mumkin emas deydi, biroq. Assalomu alaykum. Qani, qo'lingizni Nimaga minvoldik? Bosib keldik. Tunaydan men shu yerda edim, shu yerda aylanib yurgandim, o'sha Afzal akani oldida turgandim, keyin siz o'sha paytda telefon qilib qoldingiz. Men aytdim, men hozir ham bozordaman, agar bozorga kela olsangiz deb. Inshaalloh bizlarga ham bir viza ochilsa o'sha yerlarga borishni ham Rasku biz onaqasi bilan kecha hurmatli Abdulaziz Kamilov intervyu berdilar. Agar ko'rgan bo'lsangiz, oldingi Tashqi ishlar vazirligi hozirgi kunda tashqi ishlar bo'yicha maslahatchi. Tushamizmi shunda? shu eshitib ko'raman. Shu intervyuga do'stligimiz haqida intervyu berdik, keyin aytdim, bir kelib bizdan bir intervyu olmasak bo'lmaydi. Intervyu bilasizmi? Suhbat deyiladi. Ha, suhbat uni bilaman. Biz endi Rusul shart. Aybimiz yo'q, bilaman. Yo'q, ketdi javob. Telefonim sizda? Bo'ldi, tursin, hozir qasd bilan. Endi qarang, rahbariyat deganda biz qayerga kiramiz endi? Rahbariyat. Mana rahbariyat mana shu bo'lsa kerak. Men hali rahbariyatga Siz endi kirmaganman. kirmaganmisiz? Yo'q, umuman bormagan. Aka, qayerga kiramiz shunda? Ya bu tarafga. Admini bo'ladi. Ha, bo'ldi, aka, bo'ldi, bular tushmaydi. Assalomu alaykum. Yomon bor. Ular ham qo'rqadi. Blogerlar desa, hozirgi kunda bir xillar o'sha odamlar ko'rish uchun bo'lmas narsalarni oladi, lekin endi uni yaxshi tomoni bor, millatga zarari bor degan narsani bilishmaydi. Bir nima deydi? Bu blogerlik bo'lsa ommanikida har xil narsani chiqarib bo'lmaydi. O'shanga qarab ish qilish kerak. Bu ham endi nima deydi? Mana rahbariyatdan ruxsat oldik, bu juda biz o'zimiz uchun yaxshi. Endi inshaalloh Qayerdan boshlaymiz? Mana siz bizga keling. Men o'zim birinchi marta kelishim, siz bizga ko'rsating. Mana bu yerda sizni turgan odam bo'lishi mumkin. Yo'llar qanaqa bo'ldi? Charchamadingiz? Yo'q, charchamadik. Odam qarang, men bormagan yerga siz bordingiz Afg'onistonga. Ko'p yerlar aylanmaydi. Bir qarab turdim videolaringizga. Rahmat. Ko'p sog' bo'ling. Afg'oniston haqida fikrlaringiz nihoyatda ijobiy bo'ldi. Afg'oniston xalqi sizdan nihoyatda xush. Hammasi videongizni hattoki o'sha yerda Facebook'larda tarqatib ko'rishdi. Mana o'zbeklar kelib, mana qanaqa samimiylikni ko'rsatyapti Afg'onistonda. Nihoyatda xursand bo'lishdi. Juda erkalanib oldingiz. Yuring, bizdan oldin. Ular hostel biznes
maktab borda. Ham hostel va yotoqxona va ularning rahbari ham o'sha yerda o'quv markazi bor. Biznes o'quv markazi rahbari Abzal aka. Biz uchun bu yerda joy tayyorlab qo'ydilar. Masalan, suhbat o'tkazsak, o'tirsak, o'shaning uchun hamma narsani yaratib qo'ydilar. Kirib kelayotgan birinchi marta kelishdi. Undan oldingacha ko'rganmiz, lekin o'zbekda bir maqoli bor. 1000 bor eshitgandan ko'ra bir bor ko'rgan maqol. Afzal aka bizga bu maqolani yurtlashga yordam berdi. Iloji bo'lsa, mayli tepa deputatxona hozirlab qo'yganman. Biz xulosa O'zbekiston bilan bunaqa qatnashuv, bunaqa bir mana ko'rolmaydigan do'stlar mana ijobiy tarzda ko'rish imkoniyatini shunday bir yaratib qo'ydik, tushimizga ham kirmaganda. Juda ham xursandmiz ekan. Sen ofisga boryapmiz, men o'tirish joyiga. Afzal aka, shoshmay turasiz endi. Kamerani o'tga so'raymiz. Mana yozuv bor. Qizilda bizga mana shuni kritikasidan tushuntirib bersangiz, qiziqarli bo'ladi Afzal aka. Termiz xalqaro savdo markazi hududida Siz ololmaysiz. Men kam gapiraman, sizlar yana asosiy gapiring. Termiz xalqaro savdo markazi hududida logistika markazi, Akfanet bank klinikasi, Hilton mehmonxonasi, Ramiz restoranlar kompleksi bilan bir qatorda Central Asia University'ning biznes maktabi ham ochilgan. Bu 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan afg'on fuqarolarini biznes ko'nikmalarini oshirib berish uchun mo'ljallangan biznes kurslarda 2 oydan 3 ta bosqichda jami 6 oy davomida darslar o'tiladi. Yashash bilan, o'qish bilan, ovqatlanish bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalar O'zbekiston tomonidan qoplanadi. Bu yerda aytib o'tganimdek, afg'on fuqarolarini biznes ko'nikmalarini oshirib berish uchun biz darslar tashkil qilganmiz. Bir vaqtning o'zida 200 tagacha afg'on fuqarosini biz o'qitib bera olamiz. Bizda 8 ta sinfxonalardan tashqari kompyuter xonamiz bor, kutubxonamiz bor, 5000 taga yaqin qo'llanma, darsliklarni o'z ichiga jamlagan 200 o'ringa mo'ljallangan hostelimiz bor. Podvalda oshxona bor, namozxonamiz bor. Hamma narsa bekamko'z shakllantirilgan. Qanday yurib Sergey bilan o'z ko'zimiz bilan ko'rsak nimadan zo'r bo'ladi? Sinfxonani ochtirib, Bular hammasi avvallar uchun yaratilgan sharoit. Shunaqa imkoniyatlarni yaratib qo'yibdilar. Qaysi tillarda yozilgan? Mana shuni nima aytib yozilgan bo'lsa, shu qaysi tilda Endi hozir savol. Darslar hozir kunda bo'lyapti yoki bayramga anaqa bo'ldimi? yo'q, biz o'qitishga, afg'on talabalarini ro'yxatini yuborishga, o'qitish talabalarni berish uchun hukumatning murojaat qilgan, biz ularni javobini beryapmiz. Ungacha bolalar qabul qilinmi yo hali endi boshlanadi? Biz tayyor turibmiz, startda turibmiz. Afg'on Ruxsatingiz bilan shunday xonani ko'rsak, agar ruxsat bersangiz, bizga qiziq. o'chiga mo'ljallangan butunlay jihozlangan sinfxonamiz, bunaqa sinfxonalar 7 ta. Bitta kompyuter xonamiz bor ko'rinishida va 50 o'rinli yana shunday katta xona bor. Biz talabalarni tinglovchilarni o'qitishga tayyormiz. O'qish muddati qancha bo'ladi? Jami davomiyligi 6 oy. 3 ta bosqichdan iborat, boshlang'ich, o'rta va yuqori. Har bir bosqich 2 oy. Endi o'zingizni fikringizcha taxminan o'qish qachon boshlanadi, qachon shu qog'ozbozlik yoki Endi menimcha qog'ozbozlik
masalalari yo'l bo'ldi. Siyosiy iroda bo'lsa bo'ldi. Afg'oniston hukumati mana shu kunlarda o'zini taklifini beradi. Ya'ni o'qiydigan talabani ro'yxatini bersa, biz o'qib beramiz. Bu yerda buxgalteriya hisobi, insoniy resurslarni boshqarish, moliya, marketing va shunga o'xshagan biznes sohasida faoliyat yuritayotgan 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan fuqarolarni salohiyatini oshirib beradigan 14 ta xil fanimiz bor. Darsliklarimiz ham tayyor. Bizni kutamiz. Yalnız 200 o'ringa mo'ljallangan konferensiya zalimiz. Bu nafaqat konferensiyalar o'tkazishga yoki katta anjumanlar o'tkazishga qancha shuni ham biz hozir уже qilyapmiz. Onlayn darslarni поточный auditoriya deb hammamiz talaba bo'lganmiz. Tashkil qilish ham imkonini beradi. Bizning Central Asia University'dagi yuqori malakali biznes yo'nalish bo'yicha professor, dotsentlarimiz bor. Ular ham bu yoqqa ham kelib master klass ko'rsatadi va onlayn ham o'tadi. Shu bilan birgalikda O'zbekiston va Afg'onistonga ko'zga ko'ringan biznes arboblarimiz bor, katta. O'shalarni ham chaqirib, ularni ham ishtirok etib biz master klassda ko'rsatishni niyat qilib qo'yganmiz. Endi bilasizmi, hozir mana gapiryapsiz, miyada har xil savollar kelyapti. Birinchi savol, o'zi bu nimaga kerak degan savol bo'ladi. Nimaga kerak deb olish mumkin. Nimaga o'qitishimiz kerak degan savolni ba'zi bir insonlar xafa bo'lmaydi, hozir berib qoladi. Nimaga biz ularni endi o'qitishimiz kerak edi? Biz bo'ynimizdan emas-ku degan savollar berib qolsa nima deb qoladi shu insonlarga? Jafokash afg'on xalqi 40 yildan ziyod 50 ga yaqin urush girdobida bo'ldi. Biz tinchlikda yashadik. Bizani moliyaviy bilimlarimiz, bizdagi O'zbekiston hududidagi professor o'qituvchilar moliyaviy bilimi darajasi yuqori. Afg'oniston bizning yaqin qo'shnimiz. Endi ular yaxshi bo'lsa biz yaxshimiz. Biz yaxshi bo'lsa ular yaxshi. Aka-ukachilik, Movarounnahr Xuroson bizani sizni blogerlik faoliyatingizda Afg'onistondagi tarixiy obidalarni ko'rdim. Bizani juda katta insonlarimiz o'sha yerda, ya'ni tarixdan biz bir makon bo'lganmiz. O'rtadagi daryo faqat bu nominal bo'lgan faqat. Marhum prezident Islom Karimov aytganda bir nimada men nimalarni ko'rgandim. U aytganda mana shu Termizga kelganda, ko'prikning oldiga borganda. O'sha paytda aytganda bizlar dedi Afg'oniston bilan dedi o'rtada askar bo'lmagan dedi. Bir nima bo'lganmiz, qiz berib qiz olganmiz dedi. Yana inshaalloh shu kunlar kelishini kutyapmiz deb o'sha marhum prezident yotgan joylari yorug' bo'lsin, o'sha aytib ketganda. Mana hozir asta-asta mana shu imkoniyatlar yaratilyapti. Biz nihoyatda xursandmiz. Mana ko'rib turibsiz bu imkoniyatlarga qarang, bu sharoitga qarang. Bilasizmi? G'ururli xalq qachon g'ururli bo'ladi? Qachonki o'zligini bilsa, kimligini bilsa, xo'p, u qachon biladi? Qachonki ilmli bo'lsa, kitob o'qisa, o'shandagina u xalqda yengib bo'lmaydi-da. Faqat endi uzr qo'polligim uchun qurol bilan emas, endi bu safar afg'on xalqiga ilm bilan intilishga, qalam bilan nima qalam. Endi o'sha Amir Temur tig'i bilan yetolmagan joyga Alisher Navoiy qalam bilan yetilgan joylarga qanaqasi bilan. Endi bir narsani shu yerda aytib o'tishimiz joizki, mana hozirgi hukumatimiz ham endi Alloh rozi bo'lsin, katta sharoitlarni biz uchun yaratib beryapti, imkoniyatlarni yaratib beryapti. Endi avval bir paytga nima emas deydi, siyosiy bo'lsa ham aytishimiz kerak, bir paytga Tolibon emas. Hozirgi hukumatimiz nihoyatda boshqa katta rejalarni o'ylab ish qilyapti, o'qityapti. Mana hozir bir narsani aytishim kerak do'stlar, mana ayollar haqida ko'p ommaviy axborot vositalarida har xil bo'rttirib gapirilayotgan nimalar borda. Inshaalloh mana shularni tezlikda bular alohida qilib, joylari alohida qilinyapti. Buning uchun ozgina vaqt talab qiladi. O'sha joylarni qiz bilan, ama ayol bilan erkakni joylarini alohida qilib, ularni inshaalloh alohida o'qitilib, shunaqa sharoit tuzatilyapti. Ular alohida o'qitiladi inshaalloh. Qizlar ham o'qitiladi. Endi bir xil do'stlarimizda ichki gapingizni qilaman.
Tolibon bilan biz do'stmiz, xafa bo'lmasinlar, lekin ko'plar aytadi yuzini yopib yuribdi. Lekin xafa bo'lmasin, biz ko'p yuzlari ochiq insonlarni ham ko'rdik. Lekin bizda unaqasi bor. Qaysi ma'noda biz prosmotr uchun yoki bir son jihati uchun ularni videoga olishga men uyalaman. Ertaga yana kirishim bor. Olishim mumkin edi, mana deb, lekin ularni olmadim. Lekin o'z ko'zim bilan rasmni qattiq ko'p ko'rdim. Endi joylarni aytsam hozir menda xafa bo'lishadi, aytmay qolaman. Shu shaharda ayollar nima dedi, o'zini o'sha nima dedi, paranjda emas, shunday bemalol yurganlarini ko'rib yuribdi. Shuna hayron bo'ldik. Yo'q, rohat yurishibdi, hech kim bilan ishi yo'q, tinchlik bo'lgan. Bir paytda bizlarda 40 yil podshohlik qilgan Zohirshod degan bir podshoh o'tgan bizda, eshitgan bo'lsangiz. O'sha paytda shunaqa tinchlik bo'lgan ekan. Hozir shunaqa tinchlik bizga keldi. Bunaqa tinchlik bo'lsa hamma narsa bo'lar ekan. Agar bir yerda bir urush, janjal bo'lsa, bu yerda taraqqiyot bo'lmas ekan. Biz shuni bildik. Inshaalloh tinchlikning qadriga yetamiz. Hozirgi hukumatimiz ham ancha sharoitlarni yaratib beryapti. Mana yangi o'quv-xonalarni ham ochyapti. Kurslar, hamma narsa ochilyapti. Inshaalloh mana bu yerga ham tezlikda talabalarni yuboradi degan umiddamiz. Inshaalloh. Mana bu bir hazlashamiz biz endi. Berganda ol deydi, urganda qoch deydi. To'g'ri. Shuni hazillanib turamiz, jiddiy qo'yamiz. Uni qaysi tomonga ko'rsatasiz endi? Qani? Yuring. Albatta. Aka oldiga harakat qiling. Do'stlar, kutubxonaga boryapmiz, kutubxonaga. Qani? Sizlar ko'rsatinglar, biz buni. Bu bizni o'zimizga darsliklar, ilmiy, moliyaviy adabiyotlarni yig'gan 10 mingga ziyod adabiyotlarni yig'gan axborot yozilish markazimiz eski tilda ekan onamiz. Eng oldi xalqaro nashriyotlarda chiqqan sohamiz bo'yicha, biznes yo'nalishi bo'yicha bo'lgan adabiyotlarni olib ketib qo'yganmiz. Bundan tashqari biz hozir ochiq qaysi tilda o'tishni bilmay turibmiz. Biz o'zbek tilida endi bizani o'zbek tili. Agarda Afg'oniston hukumati dariy tilda desa, dariyda o'tib beramiz. Ingliz tilida desa, ingliz tilida o'tib beramiz darslarni. Pashto tilida desa, pashto tilida o'tishga ham tayyormiz. Mutaxassislar hamma narsamiz tayyor. Bugungi kunda darsliklarimizni birinchidan hozir pashtoga chiqarib qo'ydik, lekin dariyni ham o'sha o'zbek tilidan elektronga o'girib qo'yganmiz. Dars boshlansa uni o'zimizning kichkina mini tipografiyamiz bor, anaqa kishi boshiga bittalar ishlab chiqarib, mana ichat qilib ko'rsatib beramiz. Bemalol bu Va eng qizig'i, men o'zim olib ketaman. ha yo'q, eng qizig'i, bilasizmi bizda nimaga qiziqadi? Birinchidan talabalar rangli bo'lsa, rasmiy bo'lsa, shunga anaqa qilishadi, qiziqadi-da. Sifatli ko'rinadi. Keyin o'sha qanday yana bir unum beradi, motivatsiya beradi o'qigan. O'qiyman shu topda. Agar oddiy oq-qora bo'ladigan bo'lsa, bu tashlab qo'yadi. Uslubiy qo'llanmada bu mabodo yirtilsa ham hech narsa qilmaydi. Biz buni chop etib qaytadan qo'lga beramiz. Menimcha keyinchalik mas'ullik kitobi bo'lib qolsa ham bo'ladi, chunki mana marketing yo'nalishi, xalqaro savdo, biznes geografiyasi juda ko'p. Axborot texnologiyalari bor, iqtisodiyot va moliya bor. Biznes iqtisodiyotlari va asosiysi biznes yo'nalishi bo'yicha biz ularni malakasini oshirib berishni rejalashtiramiz. Endi mana boyagi gapingizga yana hazillashaman. Biz endi hazil lekin afg'on xalqi bir inson kerak bo'lsa 4-5 tilda gaplashadi. Biz uni ko'rdik, ham dariyda gaplar, ham tushkunda, ham forsiy, ham o'zbek, ham inglizchani men shunday holati bo'ldi. Biz Faryodga bo'ldikmi, Javozjonda bo'ldikmi? Hozir ikkita maktabda bo'ldik, xususiy maktabda ham bo'ldik. Orqasidan kirib suhbat ko'rayotganimizda shunaqa ingliz tilida shunday gapirdi, men o'zim yonib ketdim. Ularning ingliz tilini ko'rib, o'nglar qilib, o'zim menda zo'r imkoniyatlar bor. Biz o'qimadik. Endi har o'ngaqasi to'g'risini aytishimiz kerak, lekin uzr o'ngaqasi bilan urush, ularda imkoniyat yo'q. Lekin ular shunaqa ingliz tilida gapiryapti, men aytdim, dedim, yoningda oqqan daryoni qadri yo'q degan ekan. Mana shu
har nimada aytaman, shu o'z kanalimda ham aytaman, shu tinchlikni qadriga yetinglar. Tinchlik bo'lmasa hech narsa bo'lmas ekan. Biz shuni ko'rdik. 40 yil mobaynida mana urush bo'ldi, nima ko'rdik Afg'oniston, mana boshqa mamlakatlarda 50 yil, 100 yil orqaga qolib ketdi. Mana inshaalloh mana 4 yil mobaynida mana tinchlik o'rnatildi. Endi inshaalloh hamma endi bir ozgina muammomiz qoldi, o'sha muammo ham yechilsa bizda inshaalloh butkul taraqqiyot yo'lga tushadi degan umiddamiz. Hozir aka bizni ko'rsatuvlarimizda nafaqat misol siz yoki Tolibon kuzatib turadi. Keyin Tolibon chiqadi. Bu yaqinni yaxshi olmabsiz, bu yaqinni yaxshi olmabsiz. Keyin men hazillashamanda asosiy muammo nima deymiz? Mana Panjada misol o'zbek, tojik, afg'on, hammasi afg'on hisoblanadi. Bu yerda eng katta muammo o'rta o'sha ziddiyat bo'lgan qavmparastligi. O'sha qavmparastlikni olib tashlasa muammo shu yechiladi. Endi shu olib tashlanyapti. Hozir agar bitta bir yerga boradigan bo'lsa, yo men pashtun, yo men tojikman deb borsa, uni qo'yishmaydi. Agar sen shunaqa desang, sen unda bizda yo'q deydi. Sen bu gapni hech qachon ishlatmagin bu gaplar. U endi inshaalloh yo'qoladi. Rasman misol qilib keltiramiz, O'zbekiston eng kuchli joyi ham bizda 130 dan ortiq millat bor. Bizda 130 dan ortiq millat hali hech qachon bir millataro nizo bo'lmagan. Bo'lishga ham qo'ymaydi. Qonunimiz juda qattiq, bu narsaga qattiq turamiz. Boshqa davlatlarga qaraganda, agar biror kelib millatchilik qiladigan bo'lsa, bizni 3 harfli tashkilotimiz olib borib shuni tarbiyalab qo'yadi. Deydi. Bizda eng kuchli joyimiz ham eng nozik, lekin biz turibmiz. Avval ham shundan o'rnak olsa juda zo'r bo'ladi. Inshaalloh shunday bo'ldi. Bundan buyog'i shunday bo'ladi davomiy. Hozir bo'ldi deyishda bir nima gap bo'lishi mumkin. Davomiy bo'ladi inshaalloh, davomiy. Shunaqa o'rnatildi desak. Xo'p, endi qolgan anaqamiz qayerda bo'ladi shu bilan siz bilan? Bu yoqqa. Bu yoqni ko'rsatasiz. Amudaryo, O'zbekiston. Endi Afg'oniston turibdi-da Afg'onistonga. Yo'q, O'zbekiston nariga Afg'oniston. Ha. Shuni yaqin bilan xalqaro savdo markazini shuni chegarani qo'ydi. Chegarani qo'ydi. Bizda bunaqasi bor, chiqib chegarani olayotganimizga bizga ta'zir bo'lmasa kerak. Yo'q, bu yerda yo'q. Anaqa biz qochamiz shu konflikt joylarda, ertaga muammo bo'lishidan. Endi qarang, afg'on shu daryoni bu tarafida. Bu tarafda shu ko'rinayotgan qishloqlar bizning qishloqlar bo'ladi. U nariyoqqa cho'zilib ketgan bu qishloqlar. Endi u yerga boradi. Mana siz bilasiz, bu tarafga qanday nomlanadi bu muhabbatga? Bu tarafi mana bu yer bo'lsa, bu Hayratonni hududi, Sarcho deydi. Undan nariyoqqa bo'lsa, Yakayuz degan bor, Ambarko'l degan bor, Jayraton degan bor. Nariyoq bo'lsa Toshguzar nomlanadi. Bu qancha qishloq bo'lib Toshguzar sizlarda ham bor bo'lsa kerak Toshguzar degan. Endi bizda bu nomlar bor. Qarang, men aytmoqchi bo'lganim, mana siz shu Amudaryoning bu sohilida turib, O'zbekistonni ko'rib, bizda qachon borar ekanman, qachon ochilar ekan degan bir bo'lgan bo'lsa kerak, Bitta bloger bor, o'zbek bola, bu nima deydi, o'zbek tili adabiyotini o'qiydi, o'zi blogerlik qilib o'tirgan. Bir kun daryoni oldiga keldik. Mana shu daryo bizda bo'lsa, hech kim hech narsa demaydi. U yoqdan qarab turaveramiz deydi. Daryoni nimasiga ham kelamiz. Hech kim hech narsa demaydi. O'sha yerdan qarab biz suhbat o'tkazdik. Qani endi u yoqda mashinalar o'tyapti, odamlar bo'lsa ko'rinmaydi. Bu joylar qanday bir yaxshi joylar ko'rinyapti. Shu yoqqa borish nasib qilarmikin deb o'sha paytda bir nima qilgandim men. Uni inshaalloh sizga nimasini ham yuboraman. Juda bir ta'sirlanib gapirganmizda. O'sha yoqqa borish imkoniyati bo'larmikin deb. Mana Xudoga shukr ko'pga cho'zilmadi. O'tgan yil bo'lsa kerak shu biz suhbatni o'tkazgan joylarimizda. Tezlikda mana bu amalga oshdi. Bir narsani odam istasa, chin yurakdan erishar ekan. Alloh taolo shunga erishtirar ekan. Mana Xudoga shukr keldik. Mamlakatimiz do'stligi abadiy bo'lsin inshaalloh. O'sha 120. O'sha gap, o'sha tog' bor bo'lishicha, tog' o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rmay bo'lishicha har xil mish-mishlar yuradi. Keyin bolalar bormi, otishadi. Yo vaysatnoma yozib qo'ydingmi yoki bo'lib qolsang nima qilasan? Endi maqtanishga emas, biz birinchilardan bordik. Bizlar anaqasida borganimizda o'zim haqiqatan yuragimda qo'rqib bordim. Qana olishim kerak. Qani nima qilar ekan borganim yo'q. Bemalol. Biz ochiqchasiga bordik. Mashinamiz O'zbekiston bayrog'i. Borganimizdan keyin O'zbekistondan ekan, biz butun Afg'onistondan chiqdik. Biroq unaqa bo'lmadi. To'g'ri, ba'zi joylarda qurishlar bo'ldi. U narsani ko'rib, Tolibon xavfsizlik xizmati ko'rib, bu yerda notinch. Sizga taqiqlangan. Ertaga sizlarga biror narsa bo'lgan bo'lsa, biz javob beramiz. Sizlarga mumkin emas.
Bomyonda Xuroson harakati bo'layotdi. O'sha vaqtlari bizga qo'yilmadi, biz ikkinchi martasiga bordik. Keyin biz ham qayerga boryapmiz, to'g'risini aytdik. Biz misol 10 ga boryapmiz, chapga burilmadik. Keyin ular o'ylanishdan biz josus deb biz to'g'ri ona qilganimizdan keyin mana shunaqa qilib Afg'onni aylanib chiqdik. Yo, endi inshaalloh hamma yer tinchib qoldi. Endi ba'zi bir endi Afg'oniston 40 yil urush bo'lganda birdaniga tinchlikka erishish qiyin-da. Endi tinchlik bo'ldi ham, endi ba'zi bir yerlarda bo'lsa bo'lishi mumkin. U bizda bir maqol bor, jangal deydi, beshog'ol bo'lmaydi deydi. Shunaqa bir sizlarda ham bo'lsa kerak o'sha. Ozda ko'pda bo'lsa katta mamlakat bor bo'lishi. Mana bunaqasi bilan bo'ldi. Siz shunday endi bilasizmi, bizga kontentga qizig'i bir misol bozorni yurib tasvirlab bersak, undan ham qiziq bo'ladi. O'tirib gapirsak, u qiziq bo'lmaydi. Ruxsat bersangiz, hozir men bozor bo'yicha mas'ul xodim shu yerdalar. Bozor, maktab bo'yicha men bozor bo'yicha mutaxassis uchun. Bo'ldi, zo'r bo'ladi. Bilasizmi, bizda faqat o'tirib gapirsak, odamlar zerikib qoladi. Uni borib ko'rsatib, choy chiqadi. Qanaqa eliyor? Endi bir piyola choyni keyin ichamiz. Oxirida kameratsiz suhbatda bo'ladi. Bizga shu mas'ul xodim bo'lsin, odamlar. O'zingizlar bilasizmi, men sizga endi 3 yil boshlandi bu o'yinga. Siz bundan oldin qilyapsiz. Men 2012 da boshlagandim. Men 2012 da boshlagan, avval Facebookda boshladik. Keyin Facebook'imni mana shu davlat to'ntarishda yopilib ketdi. Yettam nima olgan. Nima, Abdul aka. Shu narsalarni bizga nima qilib qo'ying, keyin nima qilamiz? Mana shu qo'ldagan. Assalomu alaykum. So'rashib qo'yaylik, akalar. Assalomu alaykum. Nima muammo bor? Yechimlar masala bor, yana masalan qanaqa yechishga bo'ladi? Tadbirkorlar bilan doimiy mana shu narsa suhbatda o'tkazib sababi shu yerda bolalarda Afg'on. Ko'p bo'ladi, haqqi bo'ladi. Uchrashib, muammoying bor, mana shunaqa suhbatda o'tkazadi. Ajoyib. Bu bozor faqat musulmonlar Bo'ldi, aka. Ketayapmiz. Mana 2012-yildan boshladingiz siz? Ha. Hatto o'qituvchilik qilasiz. O'qituvchilik ham qilaman. Qaysi sohada? Men ijtimoiy fandan dars beraman. Bizda vatandoshlik endi keyin ta'lim tarbiya, keyin madaniyat shunaqa nimalardan dars beramiz. Bizning soham shu. Buni his qilish kerak, ko'rish kerak. Bitta xuddi hayolimda men ko'rishim faqat o'zbek tadbirkorlar, lekin afg'on tadbirkorlarni ham rasm chekayman bor. Uch kartalar. Hozir. Assalomu alaykum. Ha, bu. Men bir narsasiga ozodona qilamanda, nimaga siz mikrofon olmaysiz? Ovoz uzoq qo'yadi-ku. Shu hali menda umuman imkoniyat 0 darajasida. Oddiy telefon maktab ko'raman. Inshaalloh bu ham bo'ladi. Men sizga bitta mikrofon solib ketaman. Mikrofonim bor. Bitta mikrofon olmasangiz, bu qilayotgan ishingiz yaxshi-yu, lekin sifati buzilib qoladi-da. Sifati buzilib qoladi. Bo'ldi. Bolanglar o'tmayman. Ha, bo'ldi, hozir sumkamizdan bittasini chiqarib beramiz. Hech muammosi yo'q. Assalomu alaykum. Unda sen hali o'tmayman. Olaymi. Xo'p, kim bilan so'rashamiz? So'rash buyuring. Albatta, shu bozor haqida, haqida o'ylaganmiz.
ko'rib turganingiz aeroport zonasi umumiy 26 litrli bo'ladi. Bozorimizda 3 ta kirish eshigi bor. Bu O'zbekiston fuqarolari kirish eshigi. Bu esa Afg'on fuqarolari bilan kirib kelishadi. Afg'oniston fuqarolari vizasiz yurishlari mumkin bo'lishini bog'liq. Bu 3-chi eshigimiz kattalik mashina kirib kelishi. Bozorimiz 3 qismga bo'linadi. Birinchi qism bu bozor hududi, ya'ni торговый zona. Hozirgi kunda A va B bozorlar aktiv. Aka, siz yerda turib biz olaverasiz. O'zingiz mana shu bozorga kelib nimalar xarid qildingiz? Menga shu Sizlarda bo'lsa biz nomlagan ismlar sizlarda boshqa ruschaga aytiladi. Sizlarda mana shu hakka deydi, mana shu manqab, keyin mana bu so'zlar ko'p. O'sha narsalarni ko'p xarid qilganman. Chunki mana bu yerda bizga ma'qul degan avvalo haqida. O'sha yerda soxtada hamma shundan keyin mana har xil pecheniyalar bor, sifatli nihoyatda zo'r ekan. Bizlar buni olib ketamiz yerga Mozor Sharifdagi katta do'konlar, besh yerdan qarab Mozor Sharifga olib ketamiz. Endi bilasizmi, Afg'onda hozirgi eng katta muammo bu tibbiyot hisoblanadi. Sababi men ko'p joylarga borganimda tibbiyot doktorlar deymiz, shifokorlar juda kam. Endi to'g'risini gapiraman, yolg'on mumkin mendan Tolibon biroz xafa bo'ladi, lekin bu narsaga sal e'tibor berishni xohlardim. Odamlar ko'chada uxladi ekan. Navbat kelguncha, o'sha kasallikni olib borib, nima qo'yguncha, sifatli tibbiyot bo'lgan kunda hamma yoqda qadrlanadi. Bugungi kunda mana bu yerda Akram Ibrahimning o'sha ideali bor. Odamlar kelib bitta davolashadi. Juda ko'p bezlar. Inshaalloh mana agar vaqt bo'lsa boraman avvalroq ko'raman. Juda yaxshi davolanib tushaman. Bitta qo'shnimiz edi, Salomon edi. Shu yerda Pokistonda bitta moqchi bo'lib nima qildi, shu yerda tuzuk davolani ko'rmay, shu yerda tuzalgan inshaalloh. Katta nima sharoit bor, hamma narsa yaratilgan. Do'stimiz kelgan ekan saytga qarab, uning vaqtida mana shu yerga kelib, qulog'imni ham shunga nima qildi, hatto bu yerda ham shuni bilisha olmadim. Mana shu yerda qulog'imni, mana burnimdan qor kelardi, shularni mana shu yerda aytib berishdi hamma dardimni bilishdi shularni. Zo'r ekan. Bu inson bor bo'lsa kerak, inshaalloh ular agar shu yerda men ular kelsin, ularga inshaalloh suhbat olamiz. Endi qarang, odam xursand bo'lmaydi. Sohaga avvallar bemalol aralashib, savdo qilishib, gaplashib, suhbatlashib. Bilasizmi, bizga Afg'on xalqini salkam bunga olib qarasak, 35 yil yoki bunga olib qarasak, o'sha 79-yildan urush bo'lgan boshlangan bo'lsa, Sovet urushi, 10 yillik urushni qo'rqinchli shaxslar, yomon shaxslar. To'g'ri, oralarida bo'ldi, o'sha Sara Osiyo voqealari bo'ldi, biz uni aytmasak bo'lmaydi, lekin men juda ko'p yaxshi insonlar, juda mehmondo'st insonlarni ko'rdim. Mani ushlab, meni mehmonim bo'lasiz deb olib ketishmoqchi qo'ygandim. Choydan to'ydim, ovqatdan to'ydim, men ko'ray dedim, hazillashib, yo'q, Afg'on xalqini mehmondo'stlari ham ko'p. Bu barobar emas. Bu ham bo'lishi mumkin, bu ham bo'lishi mumkin, bu ham bo'lishi mumkin. Hatta mamlakat qo'rqib yo'lda har qanaqa inson bo'lishi mumkin. Endi bu gapimizga nima qilaman? Millat yomoni bo'lmaydi, odam yomoni bo'ladi. Telefoningizni biroq qiling. Sen olib o'tirma, Yo, olaversinlar. Nimaga? Sipasi nihoyatda past darajada. Endi men bir patak olmoqchi bo'ldim.